sessiyalarımızın başlayalım. Altı yılda Tümen Orada sessiyasında kitapları masaları anlamında Tümen Taşıklar Muhassası Rahbarlar işleri geçmekte. Onun sessiyasında halk yurtları Tümen sessiyalarının için halk yurtları Muhassasında taşıklar geçmekte. İngilizce sergileri yurtlar sonra nispeten işleri yurtlar sonlarında var bir tane. Halk yurtları Japon Tümen yaşının 14. sessiyasında Watch to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Rahmat. Ochiqsin degan takliflar tushyapti. Shu takliflarni ovozga qo'ying. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Sessiyani ochiq deb e'lon qiladi. Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 7-moddasiga binoan biz sessiya hokimini saylab olishimiz lozim. 18 O'zbekiston saylovi qo'yilgan deputat davlat ustidan nazorat uchun sessiya hokimiyati tuzilish taklif qilindi. Boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. 18 O'zbekiston saylovi qo'yilgan davlat ustidan nazorat uchun sessiya hokimiyati tuziladi. Hurmatli deputatlar, bugungi xalq deputatlari Jahon tuman kengashining 14 sessiyasini kun tartibini tasdiqlashimiz kerak. Kun tartibi sizlarga tarqatilgan. Takliflar kun tartibi yuzasidan takliflar bormi? Yo'q bo'lsa ovoz berishlar so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Endi sessiya ish tartibini belgilab olishimiz kerak. Ma'ruza uchun 10 minutgacha, savollar uchun 3 minutgacha, ma'lumotlar uchun 3 minutgacha vaqt ajratish tavsiya etiladi. Kun tartibidagi masalalarga o'tishga o'tamiz. Kun tartibidagi birinchi masala Jahon tuman hokimining qurilish vositasi yaratish, kommunal xo'jalik, ekologiya va ekologiya masalalar bo'yicha o'rinbosari Shavkat Shokirov 2025-2026 yilda kuz qish mavsumida talablar o'tkazish, ijtimoiy soha obyektlari va xalq xonadonlarini kuz qish mavsumida o'tkazish bo'yicha amalga ishlar boshlandi. Ma'ruza uchun so'z Jahon tuman hokimining o'rinbosari Shokirov Shavkat yo'llash uchun marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Qisqacha hisob bersam, Jahon tumanida kuz qish mavsumida 2025-2026 yillarda kuz qish mavsumida tayyorgarlik ko'rish holati qisqacha to'xtalib tumanda jami 140 ta'lim muassasalari mavjud. Bundan 68 ta yerliklar bog'cha, 4 ta'lim muassasalari, 180 yo'l muassasalari mavjud. Barcha ijtimoiy soha tashkilotlari shu mavzuga tayyorgarlik ko'rishdi. Dastlab turmushda muassasalarda 63 ta kamchiliklar aniqlangandi. Ular har bir shu tomonni ko'rib kamchiliklar to'liq bartaraf etildi. Joriy kuz qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha o'tkazilgan o'rganish jarayonida 14 ta maktabda 59 ta isish qozonlari ta'mir talabiga aniqlangan. Ushbu ta'mir talab isish qozonlari yangi zamonaviy tezdan boshlab qo'yib boshlandi. Qozonlar o'rnatildi. Bunga mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan 8 millionga yaqin mablag'lar rejalashtirilgan. Hozir bu ular yillikdasi to'liq o'rnatildi. Shundan birga tumanda bitta ko'p qavatli uylarda bitta lift mavjud. Shu liftdan hozir yangidan 9 qavatli binamiz kadroslari, hozir ikkinchisida lift qo'yishlari amaliyotiga bu ham hozir ko'p qavatli uyda yashovchilar uchun eng to'g'ri. Shu bilan birga aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha manzilli chora-tadbirlar ishlab chiqilib, birdan joyda bartaraf etib olindi. Shu bilan birga tumanda kun ishdi. Kecha kun ishlayotgan hozir hokimiyat xona tashkil qilganmiz, ishlar tashkil etilgan. Barcha muammolar to'liq shu yerda organlar bildirayotgan muammolar ro'yxatga olindi, ijroga qaratilyapti. Shuningdek, mana ko'mir yetkazib berish bo'yicha aytib o'taman. Kuz qish mavsumi uchun aholi ijtimoiy soha obyektlari uchun jami 2539 tonna, bundan ijtimoiy soha obyektlari uchun 392 tonna, ulardan davlat kelishuvi asosida yetkazib berilayotgan maktab va ijtimoiy soha obyektlariga 525 tonna. To'g'ri
Shundan hozirgi kungacha 1528 pulni aholi to'liq olib tarqatildi. 58% tashkil qilib, hozir mana kecha ham 3 oyga to'g'ri kelgan, hozir tarqatishlar amalga oshirilyapti. Grant bo'yicha berilyapti ular mahallalarga. Shuningdek, ko'p qavatli uylar bo'yicha tumanda 2868 ta xonadondan iborat 144 ta ko'p qavatli uylar mavjud. Hozir bular tumandagi faoliyat yuritayotgan ikkita boshqaruv servis kompaniyalar tomonidan nazorat qilinib, ularda ishlar tashkil qilingan. Shu amalga 2025-2026 yillarda tuz quyish mavsumi davrida 8 ta joylarni ta'mirlash rejalashtirgandik. Ularda bugungi kungacha amalda 13 ta ko'p qavatli uylarda ishlar amalga oshirildi, 92% tashkil qilib. Bularda asosan ko'p qavatli uylardan 3 ta ko'p qavatli uylarni ta'mirlash, 26 ta uylarda kirish yo'laklarini to'g'irlash, ramuzlarni tomlarni almashtirish, fasad qismini ta'mirlash, keyin eshiklar 6 ta kirish eshiklaridagi ko'riklar qo'yilib, temir eshiklarga almashtirildi. Bundan birga 15 ta uylarda kirish chiqish podyezdlarga tejamkor sensorli lampalar o'rnatilib, ishlar tashkil qilindi. Energiya ta'minoti bo'yicha qisqacha aytadigan bo'lsam, 1125 kvadrat uzash tarmoqlari hamda 672 ta transformator punktlari mavjud. Ushbu elektr uzash tarmoqlari va transformatorlar bizda 51260 ta iste'molchilarga, shundan 8380 ta aholi, 2880 ta yirik iste'molchilarga xizmat ko'rsatadi. Paralleldan 2025-yilda bizda Jarqon tumanida 1.8 megawatt quyosh panellari o'rnatish rejalashtirgandik. 9 litrlik dekalitr o'rnatish hisobiga hozirgi kunda 650 ming kilovatt elektr energiyasi hisob qilish qilinmoqda. Shu bilan birga tuz quyish mavsumiga tayyorgarlik holati bo'yicha elektr ta'minot korxonasi tomonidan tegishli amalga oshirildi. Tuz quyish mavsumiga tayyorgarlik uchun 122 kilometr elektr uzash tarmoqlari, 9 ta transformator punktlari mukammal ta'mirlandi. 2 kilometr yaqin elektr tarmoqlari va 100 ta transformatorda joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Shu bilan birga hozirgi kunda elektr ta'minot korxonasi tomonidan hududlardagi mavjud eski transformatorlar hamda ulardagi tarmoqlar bugungi kunda joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirilyapti. Hozir o'zim bor Dehqonobod mahallasi shu hududlardagi transformatorlar ko'rib, achinarli ahvolda edi. Tashqi tomonni ko'rib, ta'mirlash ishlari amalga oshirilyapti. Shu bilan birga mavsum davomida tezkor bartaraf etish bo'yicha ularda kerak bo'lgan qismlar zarur joyda ko'rsatilgan 20 ta xodimdan iborat 4 ta brigada tashkil qilingan. 3 ta avtomashina, 2 ta maxsus bundan birga 30 tonna transformator moyi, 3 tonnaga yaqin qismlar, 4 dona temir tepalar va zarar sifatida hozir elektr ta'minot korxonasi tomonidan mavjud. Shuningdek, hozirgi kunda tuman gaz ta'minot korxonasi tomonidan tegishli ishlar amalga oshirildi. Mavsumiy tayyorgarlik bo'yicha 15 ta mahallada 6770 ta tabiiy gaz iste'molchilari mavjud bo'lib, shundan 6595 ta aholi, 175 ta yirik iste'molchilar bo'linadi. Hozirgi kunda 122 kilometr tabiiy gaz tarmoqlari mavjud bo'lib, shundan 550 metr yuqori bosimli, 48 kilometr o'rta bosimli va 73 kilometr past bosimli gaz quvurlari o'rnatiladi. Shu tarmoqlarda 3 tonna yuqori bosimli hamda 25 tonna o'rta bosimli gaz transportlari iste'molchilar uchun xizmat ko'rsatib kelmoqda. Ular 2020-yilda ko'rsatgan iste'molda ular asosan sotish
nisbatan tomonidan bugungi kungacha 2 yildan ko'p ularni tarbiyasi qo'llanadi. 27 dona gaz ta'sirlash mukammal ta'minlandi. 2 ta birorta 2 avariya xizmatlari tashkil etilib, 8 ta maxsus avtomashina va bitta va qo'shimcha yuk tashkil etilib, ketib shayxonga ketib qo'yildi. Issiq ta'minoti bo'yicha aytadigan bo'lsak, 152 ta ko'p qavatli uylardan hozirda 52 ta ko'p qavatli uyga issiq ta'minoti markaziy qozonxona orqali issiq ta'minoti uzatilyapti. Taklif qo'shimchalar eng dolzarb masala hozir ishga qaratilib bo'lyapmiz. Muammolar sekin qo'zg'ay boshlaydi. Ularga e'tiroz bildirib murojaat qilish mumkin. Marhamat, muammolar topishimiz kerak. Assalomu alaykum. Siz ishlayapsizlar. Shavkat Qo'dashov sizga Uzumzor mahallasi ko'chasidagi fuqarolarning murojaati bo'yicha mas'ullarchiman. Iyun oyida ularning murojaati bo'yicha bitta tanlov bo'yicha bitta so'rov yo'naltirilgan. Borib ko'rib va transport ham yo'llagan. Ularning muammosi eski soy ichida qolgan o'zim borib ko'rganman. Uni tepaliga chiqarib berishga ular borib ko'rib beton qish sement olib bersalar, bittaga chiqarib beramiz tepaliga dedi. Shu muammo ham bajarilmagan. Sizlar iltimosim shuna bir amaliy yordam bersangiz ularni chiqib soy ichlarida transportni tepaliga chiqarib berishga. Nima qishda hozir yomg'ir bo'lib qoladi, uzilish ko'p bo'ladi ekan. Ularda suv tagiga qotiblar, shuning uchun tepaliga chiqarib berishga deyishadi. Nazorat qilindi. Sabab qarshiligida ularning informatsiya bo'ldi. Joyga o'rganamiz. Qanchalik nazorat o'zim men ma'lumot korxonasi rahbaridan boshqaga borib bu saytga shularni o'zini talab bo'yicha chiqarib joy qilamiz. Marhamat, yana taklifda muammolar kuzatilgan. Okey, marhamat. Bemalol maqsad ayollar muammo bo'lsa Alishernamoy mahallasi hududida markazda transformator bor. Mahallamizga mana shu transformator tadbirkorning moyka deymiz, mashinalarni yuvadigan nimasini orqa qismida qolgan. Hozirgi kunda ham og'zaki murojaat qilyapti. Mana shu transformatordan aholi foydalanadigan transformator ochiq holatda turibdi. Maktab hududiga o'tkazib qo'yishdi. Tadbirkor taklif beryapti. Maktab hududida mingdan oshiq bola harakatlanadida bu mumkin emas. Maktab hududida transformator bor, o'ralgan. Har taraflama maktab hamda aholi ma'lum qismi foydalanadi. Shuning uchun tadbirkorga ishini o'rganib, murojaatni o'rganib, ijobiy hal qilib berishda yordam berishimizni so'raymiz. Boshqa joyga ko'chirish agar iloji bo'lsa, maktab hududiga emas. Bu mahalla Alishernamoy mahallasini Jahon tumani prezident mahallasiga aylantiradi. Bitta mahalla boshqa mahallasi eski Alishernamoy mahallasi. Bular hisobda chiqilgan. Joriy ta'mirlash ishlari bor. Siz aytgan boydan orqasidagi transformator bu birinchi transformator qo'yilgan, mo'yda joylashib, endi uni ko'chirmoqchi. Bu talab bo'yicha qo'yilgan vaqtida endi. Bu bilan borib joyga turamiz. Agar tadbirkor tomonidan maqomli qo'shimcha egallashgan bo'lsa, uni ochib, hozir buni Ko'p yillardan beri murojaat qilyapti-da. hozir shu ochiq holatdagi chinakam o'zini talabiga javob bermayotganlar bo'yicha ta'mirlashlar ketyapti. Mana Tehron prokurorlari sudlarga kelyapti, uni ham bor joyga ko'ramiz. Talab bo'yicha to'g'riladi. marhamat, yana shu masalani ko'tarilgan haqli
muhofaza zonasi bor-ku. Evet. Bunda hujjatni qilganlarda moykasini transformatorni moykani o'zini ko'chirib olish kerak. Masalan, yechimda. Endi bu Shokir temasi bo'yicha juda katta muammolar chiqaveradi. Bizni eng qiynagan masala mana shu ko'chalarni toshlash, sal kechroq boshladik. Shunday bo'lsa-da, maksimumcha mahallani hozir toshlash qildiga avtonom bergan. Yana juda yig'ilib qolgan muammomiz ko'p hozir. 56 kilometr turibdi. Har kuni 3 ta mahallada ish ketyapti. Bitta mahallani to'liq tuzatib, keyin mahallaga ketyaptilar. Buni tezlashtirib, yog'ingarchilik qilolmaysizlar, yog'ingarchilik ichida bo'lsa ham muammoni hal qilishimiz kerak, toshlashimiz kerak. Ikkinchi eng katta muammo elektr energiya bo'yicha. 21-ga yaqin murojaatlar o'zini qabul qilgan yechilmagan elektrosek alkog'olyapti, ular rahbariyatga ham aytyapmiz, yecholmaydi muammo. Lekin muammoni yechishimiz kerak. Shunaqangi joylar bor, simlar uzilib qoldiga ekan bo'ladi. Avvalo shamol bo'lsa yetib qolgan rasvoy. Hozir men moliyamizdan yetkazishga aytib, rost ulardan savol o'zimiz hal qilib beramiz. Qarzga pul yo'qligida qarzga olib qo'yib, o'shalarni beramiz. Bu kabel 300 million dollar ekan. Endi 300 ta star bor. Hozir qarzga gaplashadi. Buni hal qilsa, men o'zimiz qilamiz. Suv bo'yicha kecha murojaatlarni o'rganib tahlil qilsak, suv bo'yicha juda yaxshi natijalar bo'lgan. Tuman bo'yicha kelgan suv bo'yicha murojaatlarni 90-95% hal bo'lgan. 19 ta murojaat qiladigan qayta o'rganishga ijodiy hal qilinmagan. Uni ham kecha 15 tasini joyga tutib, 4 dona murojaat qilgan. Tushgan murojaatlarni 4 donasi o'rganilgan deyapti. Qoyil qoldim mana shu suv tizimidagi ishlarga. Haqiqatan juda ko'p murojaat keldi. O'zim qabrimga ham aqldan muammo yechilib ketaversa, odamlar murojaat bo'lmaydi. Norozilik ham bo'lmaydi. Hammasi shu. Endi elektr narsa elektr. Gazni o'zdan bilasan, gazni endi iloji yo'q mana gazni. Tabiiy gazga so'rayapti, muammo yechilmaydi. Lekin elektr yetsak bo'ladi. Elektrda mana buni xudoga o'xshab qolsa, qarzga buni qo'llansa bo'lmaydi. Yer qo'yib muammoni elektrdan bayatdan yechamiz. Bu masalamiz bor. Keyin ikkita transformator olib kelgan yangi. Okey, o'sha yerga bittasini qo'ydik deb bitta eng qiyin joyga qo'yilgan. Qo'yilgan, ko'rsatib xayr. Shu ikkita temani hal qilsak, yo'l bilan yechiladi. Ancha masalani yechiladi. Keyin masjidda ham ishlar o'tkaziladi. Ertalab masjidda o'rtadan takror ishlab qo'yib, ishlamayapti, o'rtada ishlayapti. Doimiy kontrol qilish. Agar yana qo'shimcha taklifimizni yaxshi qilganimiz bor, maktablar bo'yicha, bog'chalar bo'yicha maktablarda eng qiynalgan qishki o'tkazishga juda azob uqubat bilan bolalar sovqat nomiga o'tgandan qabrdan chiqaryapmiz. O'sha maktablar qizimaydi. Oilalardan o'quvchilar savob ana shu maktablarni hammasini ajratib olib, to'liq katalogni yangiladi. Eng zo'r kataloglardan qo'ydik. Uni ham hozir aytganimizdek, o'sha yerda yaxshi katalogimiz bor. O'shani qildirib, mana shu 1 millionga yaqin qarzga olib, 5 milliondan to'lab berib, 5 million qarzini sekinasidan to'laymiz. Juda mana puldan qolsak, muammo yechilmaydi. Bunga tavakkalchilik qilgan holatimiz bor. Olib qilib, keyin sizdan pul topib beraveramiz. Zaten muammo yechilgan holat. Mana shu ishimizni yaxshi qildik. Maktab bog'chalar uchun muammomiz qolmadi. Batamom yechildi. Xudosi ishda yaxshi qilamiz. Endi boshlashni elektrdan bo'lsa, yo'lasi yaxshi bo'ladi. To'g'ri
Tamam, işte orası değerli. Hmm. O'shaga O'zbekiston kompartiyasining birinchi sekretari Shavkat Mirziyoyev. Saksoninchi yil. Saksoninchi yil. Hozir Oqtepada nima deyapsiz? Oqtepada Oqtepa suv ombori ochish marosimiga marosimiga kelgan. Kelganda o'sha aytyapti 50 yildan keyingilarga kapsula. Ha, tashlagan. Shuni Betonga tashlagan. tashlagan. Qayerga Ochish kerak. o'qish kerak demoqchiman, lekin o'zga yordamda Qayerga qo'yilgan munosabat? 80 yil bo'lsa kerak bo'ladi lekin. Saksoninchi yil o'sha kapsula tashlagan joy yo'q. Tepadagi joymi shu? Faqat Somaga ketadigan kanal borku, chap tomonda. Chap tomonda tepada. O'sha yerda Kapsulani olib ko'rishimiz kerak ekanda. 50 50 yildan keyin mana bu yerda balki o'sha yerda turizm boshida ketgan bo'lsa, turizm bilan sizlar ijro qo'yasizlar o'sha. Xudo o'zi mana shu Jayraxonlarni shu bahona dasturga kirgizganmiz. Bu yerda kim deputat bo'lsa bo'ladi, Jayraxon zonasidagi 4 ta 5 ta mahallamizda elektrga bog'liq masala bor. Elektrdan so'rasak, juda uzun tarmoq deydi, yetishmaydi. 2 kilometrga. Uni boshlanishi juda uzun tarmoqdan Termiz tumanidan kelar ekan. Uzun bo'lgani uchun sovuqda, shamolda juda avariya bo'ladi. Bir kun, 2 kunlab suv o'tirib qo'yadi shu. Shu muammoni yechish uchun boshqa muammo keyin ikkinchi muammosi bor, suv yo'q. Bitta yagona suv yo'q joy shu. Bo'lmasa Qalqobodda eng chekkasigacha suv bor. Ikkita masalasi bor. Shuni hal qilish uchun biz qarorga kirgizganmiz. Bilasizlar, mana hikmat muhokamani qo'ydik. Loyihalash qilinyapti. Xudo xolasa Ismoiltepadagi shirin suvdan Jayraxonani oxirgi nimagacha asosiy tarmog'i tortamiz, ichki tarmoqlari bor. Endi asosiy tarmoqqa shunday qilsa, toza ichimlik suvi bilan uyiga kirib boradi. Narigi eshitmayapti. Ikkinchi muammosi podstansiya qilyapmiz yo'lda. Oqtepa sovg'oni bo'yida. Uni kelajakda o'sha yerda turizm zona qilish uchun qilyapmiz. Podstansiya 26-yilda bo'ladi. O'shani podstansiya qilganimizda Termiz tumanidan kelayotgan tarmoq uzamizda o'zimiz podstansiyaga 5 ta marta qo'yamiz, suv elektr masalasini yechamiz. Yo'li bo'ladi. Murakkab bo'lgan nimasi, loyihasini juda qimmat Yevropaniki, Amerikani loyihalarini olganda bor. Uni qilish qiyin, mana turizm bo'yicha. Hozir aeroportda qilyapti ekan, tashabbur qilgan. Juda skromli, hozirgi sharoitga mos, aholi uchun talab ko'taradigan variant. O'shanday qilib, sekin-sekin 20-30 yildan keyin aholi ko'paygandan keyin uni yana o'zgartirib qo'yadi. Turizmni naql qilmasa, hozirgi loyihasi chiqadi. Loyiha 26-yilda ancha yechilib qoladi masalan. Mana shu tomonda tashkil qilamiz. Hozir bog'chani ham aytyapti, mana bog'chani. Keyin Minorda bitta bog'chani bilan qaytarganmiz, buni qilishimiz kerak. Uni qo'ydik mazmunlar. Do'stlikdagi ham lekin juda undan charchab qolgan bo'lsa, shunday qilishimiz kerak. Hozir yaxshi aytdingiz, mana taklif berish, kiritamiz. Masalan, olinmagan. Bu davlat uni har bir qism bilan birgalikda tashkillanib, shuni ham belgilab oling-da. Muolajalarga moslanma yechimini qilamiz. Bu bizning rejamizda bor. Bu rejamizda bor. Va endi tashqariga borayotgan asfaltni qilamiz. Endi asfaltni tugab qoldi hozir. Keyingi yil dasturda birinchi navbatda u rejamiz. Bog'cha 20 kun. Bog'cha bilan yolg'on chiqqan ekan. Men hozir gaplashaman, har bir qismda bu material kelib qolganimizda
Tushundingmi? Sizdan chiqmasa. Hozir material rasolni aytsa, o'zi arası doğrulanmış. Qo'shimcha takliflar bo'lmasa, qaror loyihasini tasdiqlashimiz kerak. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Ovoz berishni so'rayman. Hozirlar, qarshilar, betaraflar yo'q. Hozir qaror loyihasi 2-3 ta masalani aytgan sanoatlarda kirish ketish kerak. Yozib ketish kerak. Bog'chaning hammasini ketish kerak. Rahmat. Tartibdagi ikkinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrda sonli farmonida qishloq xo'jaligi hosildorlik va integratsiyasi hamda sohadagi hajmini oshirish bo'yicha yangicha yondashuv zamonaviy agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tumanda 2025-yil tuman oyi mobaynida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tuman hokimining o'rinbosari Muzaffar Boboyev hisoboti kecha o'tkazilgan doimiy komissiya yig'ilishida mazkur masala ko'rsatilgan. Qaror loyihasini tasdiqlashimiz kerak. Qo'shimcha taklif nimalar bormi bu masalada? Marhamat. Assalomu alaykum. Bu yo'llarda katta arz qilingan har bir hududlarda, mahallalarda bu yerda yo'llar ariqni qazib yo'l ichiga ketishyapti. Vaholanki yo'l yangasini qo'ydi. O'sha yog'ingarchilik sababli o'sha asfaltlar gaz ketishligi uchun o'sha fermerlarga taklif bildirmoqchiman. Fermerlarga topshirib bersangiz kerak. Shantalarda olib ketish yo'limiz. To'g'ri. Chunki mana o'zimni sochish maqsadida yurganimda haligacha bahor paytlarida turibdi. Olib ketmang o'sha ariq hozirda shekil yo'l ichiga. O'sha uyda maktab o'quvchilari qatnaydi. Yo'l ichiga chiqargandan keyin asfaltdan yurishga to'g'ri qo'yadi bu. To'g'ri aytyapsiz. Texnika xatoga o'sha Bitta yo'ldan shu masalani hamma mahalladan olamizda. Eng yomon ish mana shu ishda toshlangan joyda oldiga qilib tosh qilib ko'mib tashlaydi, asfalt bosib tashlaydi, ozroq xarajatlar qo'shib, buni ishi yo'qda bermaydi. Ketaveradi. Murojaatlarni hal qilgan paytda biz fermerlarni to'polon qilib bartaraf qilar edik. Mahallalar bilan mana shu temada alohida yondashamiz, gaplashamiz. Endi ariq qozish paytida shunday muammo ko'payib boshladi. O'tgandan olmagan bo'lsa, o'sha shoxchilarni oladi. Kecha bugun o'sha shoxchidan fuqaro chiqib, shu masalani jalb qildi. Oldiramiz uni. To'g'ri masala. Rahmat. Bu ikkinchi masala yuzasidan qo'shimcha taklif bormi? Bo'lmasa qarorlarni tasdiqlashimiz kerak. Ovoz berishlar so'zmi? Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror loyihasi tasdiqlandi. Bu taraftagi uchinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrda sonli farmonida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish, ularni huquq va qonuniyatlarini ta'minlash, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy faoliyatini oshirish va gender tengligini ta'minlash yuzasidan Daraxon tumanida 2025-yil 10 oyida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. Bu taraftagi ushbu masala ham ko'rish qilgan savollar, qo'shimchalar bormi? Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan, ovoz berishlar so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror loyihasi tasdiqlandi. Bu tartibdagi to'rtinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrda prokuratura 2 son qarori yuzasidan mahallalarda ijtimoiy iqtisodiy muammolarni hal etish jamg'armasining daromadlari va xarajatlari hamda Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 13-iyunda 334 sonli qaror mahalliy yetkazilgan a'zolari hisobidan qarorlar belgilandi. 10 oy davomida muhokama qilish natijasi to'g'risida bu tartibdagi shu masalani ko'rishgan savollar bormi? Bo'lmasa qaror loyihasiga tarqatilgan tasdiqlashimiz kerak. Ovoz berishlar so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror loyihasi tasdiqlandi.
Kun tartibidagi 5-chi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 13 dekabrdagi Davlat To'g'risida sonli Surxondaryo viloyati kompleks ijtimoiy rivojlantirish hamda aholi turmush darajasini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash bo'yicha Zarqon tumanida 2025 yil oktyabr-noyabr oylarida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida kun tartibidagi ushbu masalalar kengashini tegishli doimiy komissiyasi ko'rib chiqilgan savollar, qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qarorlar tasdiq olishimiz kerak. Ovoz berishlar yozlar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qarorlar tasdiqlanadi. Bu tartibdagi oltinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2023 yil 11 sentyabrda Davlat Prezidenti Sakmson farmonida yoshlarga oid davlat siyosati va sport yo'nalishidagi islohotlar va yoshlarning zamonaviy kasblar va chet tillarga o'qish ishsizlik darajasini kuchaytirish borasida kamaytirish borasida 2022 yil o'z oyiga davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida bu tartibdagi ushbu masalalarni kengashga tegishli ko'rib chiqilgan savollar, qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qarorlarni tasdiqlashimiz kerak. Ovoz berishlar so'rayman. Yozlar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qarorlar tasdiqlanadi. Bu tartibdagi 7-chi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi Davlat Prezidenti Sakmson farmonida belgilangan ekologik vaziyatni tubdan yaxshilash, inson hayotiga ta'sir etuvchi ekologik muammolarni bartaraf etish, ekologik vaziyatni barqarorlashtirish qaratilgan Yashil makon milliy loyihasining ijrosini ta'minlash yuzasidan 2025 yil 10 oyi davomida tumandan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. Bu tartibdagi ushbu masalalarni kengashning tegishli doimiy komissiyasi ko'rib chiqilgan savollar yoki qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qarorlarni tasdiqlashimiz kerak. Ovoz berishlar so'rayman. Yozlar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qarorlar tasdiqlanadi. Bu tartibdagi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2025 yil 14 yanvardagi 35 yillik press sonli qarorida belgilangan mahalliy kengash deputatlarining mahalla yetkaziligi bilan hamkorligi darajasida o'rganish natijalari yuzasidan tuman darajasidagi ishlarga muammolarni muhokamasi to'g'risida bu tartibdagi ushbu masala kengashning tegishli komissiyasi ko'rib chiqilgan savollar, qo'shimchalar bormi? Qarorlar tasdiqlashimiz kerak. Ovoz berishlar so'rayman. Yozlar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qarorlar tasdiqlanadi. Bu tartibdagi 9-chi masala xalq deputatlari Zarqon tuman kengashi deputatlar tomonidan o'z faoliyati yuzasidan 10 oy mobaynida o'z saylovchilar oldida axborot berish natijalari to'g'risida bu tartibdagi ushbu masala kengashning tegishli komissiyasi ko'rib chiqilgan savollar, qo'shimchalar bormi? Mana shu masala bo'yicha bu deputatlar borib o'z saylovchilar oldida hisobot bergan. Berganmi ular? Albatta. Hisobot bergan. Mana shu ko'p muammo borda shu yerda hisobot bergan vaqtida ko'p davlat fuqarolar o'z muammosini, e'tirozdan boshqalarini aytgan bo'lishi kerak. Masalan, deputatlardan muammolarni olishimiz kerak, shunga qarab ishlashimiz kerak. Alohida bir yo'nalish qilib, qaysi mahallada nima murojaatlar tushgan, qancha yo'lni tutib kerak, qancha oshma elektr bo'roni masalasi. Bular ham ularga o'qimash kerak. Bundan mana o'tgan yil 17-farmon bo'yicha jamoani boshlash kerak-ku. Shu jamoalarni mablag'idan ular haqiqatda ishlatish kerak. Endi jamoat shakllanib ketadi. Bunlardan boshqa oyiga 2 million atrofida ketyapti. Mana shu maktab masalasini yechamiz. Asosiy qurimiz maktab tajribaga ijtimoiy ko'chaga Staloviy o'tasalar menimcha 85 dan degan Staloviy. Ularni uchrashgandan oling siz. Menga kelgandan tashqari bulardan bormi masalan? Balki kerak. Bo'lmasa
yerlarni auksionda sotishdan yaxshi pul tushar ekan. Yerlarni auksionda sotishdan tushayotgan pul hisobida hozir ancha muncha muammolar hal qilishga oldindan qaror qilganmiz. Ularni ishlayapmiz. Yerlar toifasini o'zgartirib ko'proq o'tgan safar 408 sonli qarorga asosan 538 gektarni yer toifasi o'zgartirildi. Bular bo'yicha 580 gektarni shunday bo'ladi. Hamma tumanga 30 gektar qilishda, bitta biz tumanga 500 gektar. Respublika bo'yicha eng ko'p o'zgartirilgan. Shu yerlarda auksionga chiqarib boshladi. Misol uchun oldin ham aytdik, katta joy qurish ham budjetga pul, ham oddiy ehtiyojmand oilalarga uziladi. 150 ta uy, 400 ta uydan hozir 150 tasi chiqibdi, talash, shundan 50 tasi kambag'al haqiqiy biz ro'yxatimizdan olgani mayli yana olgan. Yana navbat 250 ta chiqadi. Katta massiv bo'ladi, 400 ta uy bo'lgandan keyin maktab, bog'chasi hammasi qishloqda bo'ladi. Loyiha shunday. Maktab, bog'cha berishni, keyin hamma bo'lsa bo'ladi, maktab, bog'cha quriladi. Yo'q, massiv shahar. Bundan tashqari hozir yana toifasini o'zgartirishga ishga kelyapti. Surxon zonasidan olib qo'yilgan. Surxon bo'lganda ularda keyin keladi. Menchunlar yerga qiziq qo'yilgan, ko'chani ustida yaxshi. O'sha yerda ko'rishga chiqarib beradi. Yerga va Surxon, Kunchiqni tiqilib qo'yadi. Joyiga qo'yiladi o'sha. O'shalarni xalq uchun u yerdan chiqaramiz. Bu yerdan bo'ladi. Eng kakayganda odamlar bu yoqqa kelishdi. Kakaydan şekilde yapıldı. Kakayda ayrıca moldan polisler üstü anlamında çıkarız. Yer kaldı. Hem bizde bütçemiz yok. Hem boyalı işte boy muammalar kaplar. Yani yaşayan tamamen ilk boşluğa yaşayan. En yaşlı zaman şuna dolayı ilk yer olarak en 5 yılda paranı bölüyor. Yani şimdi yukarıdan yeri de yapıyoruz. Oralara kursan, halaş. Masalan, bu işler bilmadim, Japonya'da var. Yakın tarafı bir yok olsun diye çıkar. Japonya'da yok olsun. Adamlar öyle şu fazla özüm diyeceğim değil, şu adam hazır yoldan çıkaramaz. Yoldan çıkaramaz bu. Başka hamması bana ham budjetga pul yo'q sharoitda bizda ancha muncha vaziyatdan chiqarayotgan mana shu yerlarni sotgan tushunman yaxshi bo'ladi. Bolasini tushunman. Dekabr yaxshi yerlar sotilayotgan joy bu. Keyin yana bitta yaxshi ish qildik deb tushuntirib juda qiynalib, bizda ham qiynab, o'zida ham qiynab rejani bajarilmasiga sabab bo'layotgan fermerlar bor edi. Bunun sababini bilsak 100 gektar, 150 gektarlab yerni olgan imkoniyati yo'q, hozir ishlash qiyin. Boyagi pul bo'lmasa hozir ishlasa qilolmaydi fermerlar. Olgan u na yerga ishlaydi, na tanbalar sharmanda. 15 ga yaqin shunday fermer hammasini tugatib olmadikda, og'ayni. Sen o'zingga yarasha 30 gektar yer ol. Shuni 15 gektar farqi 15 gektar olib, men valyutasi bo'ladi oilangiz bo'yicha. Shunaqa ortishi yerni hisobidan sen o'zing yerga turibsan deb to'g'ri tushuntirib yerga yopishadi. Yopishganing bilan daromad keltirmayapti senga. Hamma joyni qarz ketganda 20 ta fermerdan 30 gektar yerni qoldirib, 50 gektar, 60 gektar, 40 gektar ajratadi. Ham bu fermerga yarasha, ham olganimiz auksionga qo'yyapmiz. Har bitta o'sha auksionga qo'ygan yerimiz 300 ming, 400 ming, 500 ming sotilyapti. Undan tushgan pul bizni foydamiz. Muammo yechish. Ham egasiga beramiz, ham boyagi fermer o'zi ham qiynalmaydi. Yangi normani salohiyatda tadbiq qila olyapti. Boyagi tumanda qishloqlarning rivojlanishiga ancha ta'sir qiladi. Budjetga ham ta'sir qiladi. Shu ishimizni ham yaxshi qildik. 1000 gektarga yaqin o'shanda yerni oldik, qaytarib. Hozir bosma bosqich auksionga qo'yib ketyapmiz. Mana shu yerlarni ham sotib, pulni tushirsak, mana shu muammolarni hammasi hal qiladi. Mana shu raketni olayotgan hozir shu hisobda shu muammolarni olsak, xudo xolasa shu ko'tarilgan masalalarni ko'pini hal qilsak bo'ladi. Keyin bitta katta zo'r ishni boshladik hozir. Maktablarda, bog'chalarda kameralashtirish bo'yicha. Safar maktabdagilarni gaplashib to'liq raqamlashtirib, hamma xonada ovozli kamera zamonaviy kirish qismi bezayli qilib
Davomatga hozir aldovchi bo'lyapti. 99%, 80% bo'lsa 99% bo'ladi. Keyin aldanmaydi ishga. Qonunni kim qayerda yuribdi, kelyaptimi, kelmayaptimi? O'quvchilar kelmaydi bo'ladi, ular ko'rib qoladi hammasi. Direktorlar ishga qoladi. Shuning uchun hozir uni ham boshladi. Uni ham ta'minga qilib 1,5 milliard so'mlik loyiha bo'lsa, hisob-kitobga 1000 ta kamera, 5 ta kesaydi. Hammasini summasi 1,5 milliard bo'ladi. Qarzga sen qilaver, shuni topshiradi, boshqa yuramiz maktab qildi, yana qaysi maktab qildi, boshqa bo'lsa 2 oy, 1,5 oylik srok olganmiz. Yanvardan keyingi o'quv yili boshlanguncha hamma maktabni raqamlashtiramiz. Shunda ko'rinib qoladi hamma ishimiz. Buni ham boshladik hali. Buni ham ko'rib berishimiz. Viloyatda birinchi bo'lib, to'liq hammasini raqamlash kerak deb mas'uliyat oldik. Ovozim shu etapda bu masalani olib chiqaylik. Shu yangi aytgan masalangiz bo'yicha saylovchilar bilan deputatlarimizning uchrashuvi bo'yicha xalq deputatlari kengashlar deputatlarni maqomi to'g'risida qonunning 7-moddasiga binoan deputatlarimiz 25 ta deputatlarimiz barchasi joylarda saylovchilar bilan o'z vaqtida reja asosida axborot berib uchrashib kelyapti. Uchrashuv natijasida deputat so'rovi chiqaryapti. Muammolarni to'g'risiga ko'tarib kelmay, deputat so'rovi chiqarib, shuni nazoratga olib 87 ta deputat so'rovi chiqarildi. 9 oy mobaynida deputatlarimiz tomonidan. Ushbu 87 ta deputat so'rovining 70 tasi deyarli bajarildi, hammasi ijobiy hal. Qolganlari 8 tasi vaqtida javob bermagandan sudga oshirildi. Sud ko'rib chiqyapti, o'sha tashkilotlar ko'rib chiqyapti. Deputat so'rovlarini chiqarib, muammolarni ko'tarib kelyapti. Sizga to'g'ri-to'g'ri olib kelmay, deputatlarimizning o'z faoliyat ko'rib, o'zi ko'rsatib kelyapti. Faqat bizda bitta nima bo'lyapti? 25 ta deputatdan bitta deputatimiz bidor. Birinchi Oqtepa saylov okrugidan deputatimiz bidor. Shuning uchun ham birinchi Oqtepa saylov okrugidan o'sha partiyadan saylangan partiya rahbari Yusupov ba'zi paytda uchrashuv o'tkazadi saylovchilar bilan. Ba'zi paytda bu kishining vaqti bo'lmay qolganda men uchrashuv o'tkazadi. Shuning uchun to'liq tumanimizdagi saylovchilar to'liq xabar olingan. Biz saylovchilar bilan uchrashuv o'tkazgan muammolarni yozib olib kelib, kerakli joylarga nazoratga olamiz. Shunday muammo, ko'p organizatsiya hozir 170 ta uchrashuv o'tkazdik. Shunday muammolar to'g'ri aniq qo'yapmiz. Juda yaxshi. 70 nechtasi qabul qilganmiz, u ham juda yaxshi. Ikkita vaqt talab qilingan, talab qilinganlar bayon qiladi. Juda yaxshi natija. Agar 70 nechtasi qabul qilganmiz, 5 tasi sudda, deputat ko'targan masala. Deputatlarimiz juda faol, yaxshi. Juda yaxshi. Qo'shimchalar, takliflar bo'lmasa, qarorlarni tasdiq olishimiz kerak. Ovoz berishlar so'rayman. Rozlar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qarorlar tasdiq. Mutarbiyaga 1-chi masala. Jahon tumanidagi mavjud ayrim geografik obyektlarning nomlarini tasdiqlash to'g'risida mutarbiyaga shu masala kengashning tegishli doimiy komissiyasi ko'rib chiqilgan. Savollar, qo'shimchalar bormi? Geografik nomlarni tasdiqlash bo'yicha nima masala? Bu katta kechasi hukumatga ko'rilgan edi. Bu jamoatchilik muhokamasiga o'tkazildi. Bu ekspertiza ommaviy uchun keyingi sessiyalar topdik. Ko'cha nomlar. Hozir bo'yagi ro'yxatga olish tugaguncha vaqtgacha bunday narsalar qilmaydi. Shuni sizga o'tqazib qo'yib, keyin bo'ladigan bizda tayyorlar. O'shalar ana shu ishga davom etyapmiz. Bizda nomlar o'zgarayotgan hammasi bo'ldi, qo'shimcha bor ishlab kelgan. Hammasi bo'ldi. Hozir hammasi qonuniy bo'lgan, mana shu qonuniy hujjatlar deputatlarga muhokamasiga tashlaydi. Qonuniy turibdi. Toshkentda nimani o'zgartirib kelganingizda bor ish. Nomsiz ko'chalarni nomsiz. Bitta ko'chaga Keyin juda ko'p ko'chalarda borsak, yoshlikda ham ko'chaning nomi boshqa turibdi, lekin u ko'cha boshqa. shunday. Kecha aytib tushuntirdi. Eng qiynalayotganlari boyagi tibbiyot xodimlari adashib ketyapti. Muammo bor shu. Kecha masalani muhokama qildik. Masalan, O'zbekiston ko'chasi Tumanda 10 ta mahalla bor. Ular ro'yxat xatlab keladi. Jahon tumani O'zbekiston. Mahallasi yo'q. Mahalla yo'q. Qaysi mahallaga chiqarishni bilmaydi.
Onun ichida hatto sudetni, hatto ish ketadi. Janjal ketadi. O'shalarga ishlardi shu muammolar. Endi qaranglar, O'zbekiston ko'chasi o'rta emas, bitta bo'lib qolyapti. Bitta bo'ladi, tuman bo'yicha. Demak, har bir ko'cha bitta nom. Unday takrorlanmaydi. Takrorlanmaydi. Juda yaxshi. Yana bir taklif bor. Tumanning markaziy ko'chalari alohida bir yaxshi nomlar qolishi kerak. O'zbekiston ko'cha bo'lgan Ben şu O'zbekiston qoldi mana shu. qolishi kerak. O'zbekiston ko'cha. Buni hozir respublikada emas, hujur mahallalardan ro'yxatga tashlangan ko'rib chiqishimiz kerak-da. Ko'rib chiqqandan keyin agar almashtirish keraksa almashtirib qo'yadi. Bizda mahalla raislari oldin nom yozilgan ko'tarib kelgan. Farqli ko'rgan. Shuning uchun nom boshqa, ularga olingan qo'ygan. Ha, shunda bu yoqda hozir shu muammo yechiladimi? Shundasiga Yechiladi. Hammasi ortishib yangidan qo'yiladi. Hakikaten biz diktatörler orada taşıyız. Özellikle hukuklarımız bir şekilde koyarsınlar. Mesela eğer takiplerimiz olsa ilk taraf karar çıkarmasımızdan etseler taşıyor. Bu birinci mesele. İkinci mesele bekler. Şu karar loyikasıyla mahallelerde ya yükleşimiz gerek. Mahalle reislerine hiç koymam. Mahalleler şundan şeyler ama karar çıktı. Köşenin onların üzerine lekin köşeye var git var mı ya? Hak giderler. Parada hak giderler. Çocuklar köşe, zopat köşesi gider, bir köşe nasıl bir köşe? O'zgaradi. Bunlarga mas'uliyat yuklashingiz. Menimcha. Keyin bu o'rganishda mana bordilar-ku. Nimani qanday nomlarni qo'yish mumkin emas, o'tishda nima bu? shaxs nomlari qo'yish mumkin emas. Hozir shaxs nomlari yo'qmi? Oldin sesi qarori yo'q. Oldin sesi qarori o'tgan o'tib qoldi. Bundan navbatda shaxs nomlari Endi yangi. Oldingi nom qolgan bo'lsa qoladi. 637 nomlarimiz, ko'cha nomlarimiz qo'yilgan. Bu o'tib bo'ldi. Shaxs nomlari qoladi. Qolgan bundan navbatda bo'lmaydi. Yaxshi. Savollar qo'shimchalar bo'lmasa, qaror loyihasini tasdiq qilish kerak. Ovoz berish kerak. Rosa, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror loyihasi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, sessiya kuni tartibiga kiritilgan masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyaning o'tish yuzasidan fikr mulohazalar bor. Rahmat. Xalq deputatlari Jahon hukumat kengashining 14-sessiyasini yopib bergan olaman.